Mana ovozi bo'ldi bu. Chinursan, la'natli budilnik. Telefonim qani o'zi? Balakat. Mana ekan. O'chirib qo'ysam. Yaxshi. Endi yuz qo'llarimni yuvib kelmasam bo'lmaydi. Soat necha bo'ldi? Balakat 9 bo'lib ketibdi. Shunaqa ham ko'p uxladimmi? Mayli, yuzimni yuvib olay. Artib olamiz. Yaxshi. Hozir qornim juda ham to'q. Qani, televizorni yoqaylik-chi. Madurlar berayotgandir. Mayli. Assalomu alaykum hammaga. Qarochi bugun bizani yangiliklarimizda bitta boboy yuzga kirgan boboy qochib ketdi qanaqadir qamoqxonadan va hozir to'xtab turinglar, hozir bizda reklama va bizani reklamamizda qarochi pamperslar va juda ham ajoyib pamperslar va sizlar agarda sizlar 1 yoshdan 100 yoshgacha boya qochib ketgan boboy ham o'sha pamperslarni ishlatgan bo'lsa kerak, sababi chunki umuman unitazga umuman o'tirmagan va qarochi nima bo'lganda ham sizlar shu agarda shu pamperslarni olmoqchi bo'lsanglar, tez mana shu link yoki mana shu silkani shuni saqlanib nimadirlar xo'ringlar. Mana qilmani skaner kodi chiqadi, o'shani bitta skaner qilsanglar o'sha bitta qarochi o'sha daqiqa pamperslar chiqadi. Qisqasi biz hozir yangiliklarga qaytsak, o'sha yangilikda bitta boboy qanaqadir odamxo'r va qanaqadir mana bunaqa pichoqlar bilan kurashadigan boboy qamoqdan qochib ketibdi. Qanday qilib buni qochirib yuborishgan, buni qilishgan, buni kelasi dasturlarimizda ko'rib olasizlar. Qarochi davay yana bitta o'sha reklamani ko'rib olinglar. Davay bo'pti bolalar. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. U qamoqdan qochib kim? Ma'lum. Dahbe? Qatdan kelsay? Yaxshimisan o'g'lim? Yaxshi, rahmat. Xullas, bitta yomonroq yangiligim bor. Qanaqa? Hozir sen bitta choy poy qo'yib turganman, shuni tepaga chiqib kelay, xo'pmi? Aha, mayli. Nima bo'ldi ekan? Bobom qochib ketibdi. Endi u meni o'ldirmasdan qo'ymaydi, jin ursin. Balakat. Nima qilay mana? Mayli. Hali o'z ishlaring yaxshimi? Yaxshi, ha? 2 oyda deganda keldingiz. Xullas, yana bitta yomon yangiligim bor. Tepadan juda ham maxfiy topshiriq berilgan menga. O'shaning uchun men bu uy musodara qilyapti. Qatta turaman. O'g'lim, o'zing bilasan-ku, hozir ishlar juda ham bir chalkash, o'zing ko'ryapsan, muammolar tugamagan. Shuning uchun eski uyimizda bor-ku. O'shda ozgina, ko'p emas, ozgina. Men bobomning uyiga umuman bormayman, hayotda bormayman. Shunaqa qilmasak bo'lmaydi. Bizda boshqa tanlov yo'q. Hozir menda uy olishga sharoit ham yo'q. Tepadagilar uyqu bermaydi. Yangiliklarni eshitdingizmi? Bobom qochib ketibdi qamoqdan. Yo'q, lekin bilasanmi? Bilmadim, to'g'risi adam qanaqa bo'lganlar, to'g'risi ulardan xabar ham olmadim. Xullas, vaziyat bo'layotgan narsalarga tushuna olmayman. Aniqlik kiritish kerak hammasiga. Shuning uchun sen o'shda yashab turasan. Bunga jiddiy qarash kerak. Hozir men u yerga borsam, qamoqdan qochib ketgan, borib meni o'ldiradi. Xotir olma. Hamma narsadan tez-tez xabar olib turaman. Xullas kalom, hozir seni qiladigan ishing narsalarni yig'ishtirib, hamma narsani tayyor qilib qo'yish. Men mashinaga shunda benzin quyib kelaman. So'nggacha tushundingmi nima qilishi? Mayli, boraman. Hammasini hozirdan boshlaymiz. Qancha kunga? Bilmadim, qanchaligi umuman noma'lum. Ilojini qilishim bilan o'zimizga yangi uy sotib olaman. Shu yoqqa oradan xotirlanma. Sinfdoshlaring, do'stlaring hammasini yonida bo'lasan. Mayli, lekin menga qurol kerak. Xotirlama. Qurol ishlatish o'z esingdami? O'rgatganmanmi senga? Shuncha ota bo'lib shu yoshgacha kirib senga qurol ishlatishni o'rgatmaganman. O'rgatgansiz yoshligimda, lekin ismini bilmadim. Xullas kerak. Juda ham xavfli u joy. Lekin o'ylashimcha sen mendan yaxshi bilasan. Telefon, video o'yinlardan sen menimcha yetarli bo'lib ketgan. Mayli, narsalarni yig'ishtiray. Mayli o'g'lim, hozir kelaman. Mayli. Sumkani yig'ishtiraman. Hamma narsani yig'ishtirdim. Endi ketsam ham bo'ladi. Balakat, lekin umuman yoqmayapti. Bora o'sha qishloqqa borish. Nima bo'lsa bo'ldi.
ajab bo'lmasa bobomni o'ldirishimga ham to'g'ri keladi-yu. Mayli. Tayyormisan? Ha, eshikni qulflaysizmi? Narsalaring tayyormi? Da, sen borib Ha. tur. Ichkarida shunday bitta narsam bordi. Aha. Boshlarni qizdirib, sekin bagajga joylab tur narsalaring. Hop. Hop. Bagajga. Telefonim qolaveradi. Mayli. Aytgancha, 1-2 kunda orqadagi kuchuging Jorjini ham olib borib qo'yaman. Ha. U ham bor-a? Ha, Mayli. xotirlama. Qani chiq. Aha. O'qishlar qalay bo'lyapti o'zi? Yaxshi. Bo'lmasam ketdik. Endi bitta uxlab tursang ham bo'ladi. Mana kelib qoldik. Oho, bu yerda kim turibdi? Qanaqa yana narsa bo'ldi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tuzumsiz charchamayapsizmi? Nima bu yoqni yopib qo'ydinglar? Ha, shu bizani qishloqda mana ekonomikasi, mana iqtisodiyot bilimlari, короче, pasayib ketganligi sabab biz hozir kirish chiqishlarda biz pul olyapmiz. Oğlum bunaqa narsalar bo'lmasdi, bo'pti. 5 dollar ekanmi? Shuni ochib tura olasizmi? Hozir men qaytib chiqib ketaman, chiqishda berib yuboraman, xo'pmi? Shoshilib o'tirdim-da azgina. Chiqishda bo'lmasa, menga bilasiz 7 dollar qilib berasiz. Bo'ldi. Tushunarli. Mayli. Hozir. Rahmat sizga kattakon. Mayli. Kirishinglar mumkin. Xush kelibsizlar qishloqqa. Boshdan shu to'xtataman, xo'pmi? Ha. Qani, yetdi narsalaringni ol, ichkarini sen bilan birga ko'rib chiqchi. Mevasi bo'lib borib bitta pul berishni bilmaydi. 5 dollar yo'q ekan bu ishlari. Ko'ryapsizlarmi qishloqlar? Yur. Mayli. Olam, gapiraverishadi. Joyni jinim suymaydi. Shu yerga kirmaylik. Yur, endi shu yerda majburmiz, tushunyapsanmi? Ko'chada uxlayman. Majburmiz. Kirdida, tez men bitta gap cho'zmasam. Yosh bola bo'lmagan bo'ldi, уже katta bola bo'lib qolding. O'tganlik mayli edi. Bu yoqlar вообще bo'lib ketibdi-mi? Voy, eshik ham ochiq. Uy sovuq ketibdi bor-ku. Isitish tizimlari joydami ekan? Granatamman bu? Aha, bu yerga armiyadan tekshirish kelganda qolib ketgan bo'lsa kerak. Bilmadim, bo'lishi mumkin. Ha, mayli. Mayli, qani oshxona. O'sib ketibdimi? Hatto oshxonadan foydalansang bo'ladi. Lekin changlarni bir o'zing artib, tozalab chiqasan-a? Ha, tozalayman. Aytgancha o'shaga ilojini qilishim bilan shu do'stimning o'g'lini jo'natib yuboraman. Birga zerikmaysizlar degan umiddaman. Ha, bo'ldi. Ilojini qilsam, agar suroga aniq bo'lsa, qanchada seni bu yerdan olib ketishimni misol uchun har xil bo'lishi mumkin. Uzoq, 1 oy, 2 oy bo'lishi mumkin yoki 1 hafta bo'lishi mumkin. Agarda uzoq surokka bo'ladigan bo'lsa, unda bitta PlayStation olib kelib beraman. Maza qilasan? Ha, PlayStation yaxshi, lekin bu yerda baribir qonni hidi bor-da. Bilmadim, menga unaqa sezilmayapti. Mayli, men biroz shoshilayotgandim. Narsalaringni o'zing qarab joylashtirarsan. Agar biror muammo bo'ladigan bo'lsa, sirazu qo'ng'iroq qilgin, xo'pmi? Har doim telefonim yoniq bo'ladi. Bo'ldi. Yuring kuzatib qo'y bo'lmasam. Ha, qara, lekin ehtiyot bo'lgin-a, kechasi eshikni qulflagan, boshqa qilgan o'shlarda kalt bo'lish kerak. Aha, bilaman. Juda ham ehtiyot bo'lgin, kechqurun har doim hamma yoqni tekshirib keyin uxlagin. Aha. O'zi qishloqdagi eng katta uy, yoshligimda o'zim ham shu yerda o'sganman. Oldinlari har doim tinch bo'lardi, bilmayman. Hozir bu qishloq ham bir notinch bo'lib qoldi. Mana buni qarang, fayzi yo'q, Voy, tezroq olib keting, iltimos. 2 hafta. Ilojini qilishim bilan, iloji bo'lishi bilan olib ketaman. Mayli o'g'lim, o'zingiz asra ehtiyot bo'l. Aytgancha, sizga 7 dollar berishim kerakmidi? Ha. Hozir 1 daqiqa. Xo'p, bu yerda ishlarim ko'p, ko'ryapsizmi? Tezroq 7 dollarni bering. Shunday bu yerda kelib turib, buni qarang, bitta 7 dollar bera olmasangiz, nima bering? Bu yerda yangi odamlar paydo bo'libdimi? Qalakan. Ha, mayli bo'pti, ko'rishguncha o'g'lim, charchama. Voy, orqaga chiqmang, to'g'rilab chiqing. Hop, mana oxirgi narsani qildim. Ha, ancha yorishdi. Endi qandaydir bir fayz kirganda, baribir bor. Mayli, endi qornim juda ham ochib ketdi, bir do'konga borib kelay. Let's go. Pastga tushib, oldimda 10 dollar bor. Dadam yana tasharmikan? Mayli. Voy, chiqib. Menimcha bu yerlarda do'kon bor deyishdi. Qani ko'raylikchi. Shitlar hali ham turibdi ekan-a. Nima deyapti? Mayli. Hop, do'kon. Ana,
adashmasam mana shu yerda edi. Ha. Kelib qolinglar, olib qolinglar. Voy kaka. Assalomu Narsalardan alaykum olishga aka. bajanga. Yaxshimisiz? Ha, Eng yaxshiman. arzon narxlarda Ishmat Qandolat 2026 69% skidka. Yaxshi, yaxshi. Skidga bo'lmoqda. Xo'p, sen nima yemoqchisan? Misol uchun mana qaynatilgan tuxum, hot-dog, kola yoki gamburger, kofe va faqat kechqurungi kofe juda ham ajoyib ketadi. Agarda Ha, to'g'ri kechqurungi aytasiz. ishlaring bo'lsa. Unda menga bitta gamburger, bitta kofe, bitta mana bu Albatta. anaqadan berib yuboring, nima deydi? Tortmi? Ha, shu tortdan. Bananlidami? Ha, shundoq. Pulni o'zini berib yuboring. To'xta, o'zi nech pul puling bor, aka? $10 bor. Voy, aka, bu juda ham hammasiga yetmaydi. Ikkitasini olishing kerak. Mayli bo'lmasam gamburger bilan hot-dog. Ey, kofe. Aka. Voy! Nima bu? Uzun. Ha. Mayli. Voy, ot borar ekan. Aha, gamburgerim qani? Voy. Voy. Aka, yo'q, aka. Mana bu gamburgerimiz juda ham aynib qolgan. Undan ko'ra aka, mana shuni senga ajoyib skidga qilib beraman. Mana, ol. Voy. Voy, nima qilaman buni? Hech narsa qornimni to'yg'izmaydi-yu bu. Bilmadim. Hozir men juda ham texnik nosozlik bo'lib qoldi-da. Mayli, men tuxumni ham Pishirib bersangiz bo'lmaydimi? Gamburgerni to'xtab tur bo'lmasa 5 minut. Hozir pishirib tashlayman. Tushundingmi? Bo'ldi. Kutib turaman. Qani ehtiyot bo'l. Mayli. Okay. Tak. Harakat. Tezroq pishirsa. Agar bobom kelib qolsa nima qilaman-a? Seni ursin. Aytgancha qurol ham bermadi. Boshim qotib qoldi-yu. Pishdi. Pishdimi? Albatta. Qani? Oy aka, mana bu desertni qaytar. Iya. Voy, berdingiz o'zingiz. Sen hozir gamburger talab qilyapsan. Bu juda ham menga minusga kirib ketaman. Mayli. Malades. Mana. Voy. Shoshma aka. Seni ko'rdim, hozir kofe bilan gamburger baribir sal g'alati ketadi. Undan ko'ra men keyin shuni ichib bo'lganidan keyin kechqurunga suv ajoyib ketadi. Suv. Suv ich. Rahmat. Sog'lom qilib bilasan. Kofe ko'p ichma. Tushundingmi? Mayli aka, aytmoqchi, ismingiz nima? Menimcha pastdagi yozuvni o'qigan bo'lsa kerak. Uzr, esimdan chiqib qoldi. Ishmat aka, charchamang. Ishmat bro desang bo'ladi, mayli-da, ketob. Ishmat bro. Okey-da. Yaxshi. Bola yangi odamlar paydo bo'lib qoptimi? Qanaydir quvnoq. Mayli, tezroq uyga kirib, endi uxlashim kerak. Ishini qulflashim ham zarur. Uxlaymiz. Yaxshi. Men bu aytgancha mana bu granatani ham olib qo'yishim kerak. Juda ham g'alati turibdi. Mayli. Hop. Mana shu yerga bo'lsam bo'ladi. Hop. Endi hamburgerni qo'yamiz. Kim keldi? Voy, kimdir chaqiryapti. Mayli. Voy. Ishmat bro. Qisqasi qara, sal ismingni so'rash esimdan chiqibdi. Isming nima bolakay? Meni ismim Niko. Tanishganimdan xursandman. To'g'risini aytsam, bu yerga yaqinda kelgan bo'lsak, uyga ham salgina xaroba ekan. Men senga to'g'risi vijdonim bo'lmadi, shu sababdan ozginagina mana shu narsani yeging kelganda shuni olib keldim. Ish qilib achib qolmaganmi? Hidi g'alati. Yo'q. Sal boy yiqilib tushda baraq kelish kerak, hech qilsa yo'q. Ishtama qilmasi kerak. Yoki men senga yangi tayyorlab beraman. Mana bu uy bobomdan qo'ygan. U qamalib ketdi, lekin qanaydir bir anaqalar chiqdi. Nima deydi? Yangiliklarda u qochib ketganmish anaqadan. Plus mana shu yerda endi o'zim yashayapman. Sani boboy haqida bilmadim. Mana o'zi yaqinda ko'chib keldim bu yerga. Adashmasam ko'pchilik bu uydan qo'rqar ekan, lekin nima uchun qo'rqadi bilmadim, balki arvohlardan qo'rqishsa kerak. Bilasan, men bunaqa arvohlarga umuman ishonmayman. Bu yerda arvoh yo'q-ku, lekin tarixi juda ham qo'rqinchli. Mana o'zim ham qo'rqaman-u, bu yerda o'rganib qolganman-da, shuning uchun unchalik bo'lmayapti. Mayli, vaqti kelganda birga suhbatlashib, shu uy haqida so'rab olaman sendan. Mayli bo'lmasa, yaxshi qol, ishlaringga omad va
Agarda birorta bu yordam kerak bo'lsa yoki bobo chiqqan bo'lsa mana shu yerda Ishmat akani uyi qayerda desang ko'rsatishadi. Mayli, davay Aha. sog' bo'l. Bo'pti. Voy, judayam g'alati bo'ldi. Juda g'alati. Qanaydir o'zidan-o'zi yordam beryapti. Men bunaqalarga ishonmayman-u. Qani o'zi, ketibdi. Mayli. Endi gamburgerni yeb olib uxlash kerak. Nyam. Mayli. Menimcha qornim ham to'ydi. Bu yog'ini keyin ichaman. Yeyman deganim hozir suv. Suv yaxshi ketadi. Mayli. Endi uxlash kerak. Mayli, endi sekin yotganim bo'lsam. Xullas, bizda o'ta muhim ish bor. Men o'sha sekret haqida bildim. Bizning maqsadimiz jinoyatchini qo'lga olish. Jinoyatchi 80% bilan men bitta uyga keladi. Hozir tushib orqadan o'tamiz. Men bitta ikkita odamlar bor. Bundan o'tsak bilib qolishadi. O'tib yurganimizni hech kim bilmasligi kerak. Hozir qo'lingga kameralarni beraman, o'rnatib chiqasan. Qanaqa o'rnatishni bir marta ko'rsataman. Xato qilsang ko'rasan. Tushundingmi? Xo'jayin, agarda bolangizga ko'rinib qolsa nima bo'ladi? Unda o'zing bir yo'lini topasan, lekin men ko'rmayman. Tushundingmi? Mayli. Harakat qilaman. Aytgancha, hozir har xil yangiliklar chiqib ketgan, to'g'rimi? Tushchi mashinadan har xil yangiliklar chiqib ketgan. Nimadir bo'lsa yangiliklar haqida gapirib, biz bu yerga xavfsizlik uchun keldik, bir narsa tushundingmi? Bo'ldi. Nima bo'lganda ham meni bo'ttaligimni hech kim bilmasligi kerak. Ertalab bitta bittasi ko'rib qolgan. U ham meni ko'rmasligi kerak. Tushunsan? Tushunarli. Xullas, hamma narsalar yoningdami? Adashmasam, hozir menga vaqt berib turing, tekshirib olay. Qarachi, men buni kiysam normalnimikan? O'ylashimcha normalniy. Xo'p, yaxshi. Mashina shu yerda. Narsalar joyida, xo'jayin. Bo'ldi, mana shu tomonga qarab yuramiz. Qani, ketdik. Bo'lmasa. Ko'tar. Opa. Qani, qo'lingni ber. Xo'jayinda Qani, nami cho'g'irsan? torting. Ko'tar ko'tingni. Yaxshi. Nami cho'g'irsan, buni qo'g'irsanni o'ylamagandim. Bilmadim, xo'jayin. Asta. To'xta. Juda ham chuqur ekan. U ani xonada uxlaydi, sekin bo'ldi. Cho'g'ini chiqarma, tush. Yoningdami kameralar? Xo'jayin. Yo'q, siz menga beraman degandingiz. Voy. Yo'q. Qarab baland pasmish qilib. To'xtab turing hozir, xo'jayin, mana bu o'tlarni tozalab olay. Bo'ldi, qoch. Ehtimolimiz bor. Opa. Bo'ldi, mana kameralarni o'sha hammasi sotdi. Rahmat. Xullas, buni sekretni o'rnatsa bo'ladi. Tushundingmi? Xolasa bittasini bergan, men senga ko'rsatib beraman qanaqa qilishi. Xo'p, ko'rsatib bering. Nok kelasan, uyni mana bunaqa burchagiga borasan-da, opa deb yopishtirasan. Ko'ryapsan, juda ham yaxshi yopishadi. Tushundingmi? Qana, bu yoqqa tushundim. Bu yoqqa oynani pastroqda turaylik, oynadan qarab qolish ham mumkin-da. Xullas, qara. Gap bundoq. Sen hozir hamma joyga asta ovoz chiqarmasdan kameralarni o'rnatib chiqasan. Men esa uyni yaxshilab tekshirib chiqay uchun xabar olishim kerak. U uxlayaptimi, yo'qmi? Keyin senga o'zim aloqaga chiqaman. Tushunarlimi? Tushunarli. Telefoning yoniq tursin. Qani, men bitdan yurib bo'lish kerak edi. Bo'pti, o'zing ehtiyot qil. Mana shu yerga bitta qo'yaman. Voy, yaxshi chiqib oldim ha. Ana endi qayerga qo'ysam ekan ha? Voy. Voy palakat, nimani o'zingda bu ish qilib zobit qovun churmagan bo'lsin-da. Nima bo'ldi o'zi? Voy, palakat, oyog'im. Qovun tushirmasdan qilib ish qilib hech kim ko'rib qolmadimi? Yo'q, hech kim ko'rmadi-yu, lekin xo'jayin o'zingiz aytdingiz. Men bu daraxtda tepasiga chiqib o'zing qo'y deb. Daraxt qinsam, ushlab chiqib yiqilib tushasanmi? Eplasang bo'lardi-yu, bo'pti, gapni ko'paytirma. O't orqaga mashinani haydayman. Oyog'im bo'ldi. Xo'p, mayli. Bitta ish aytib bo'lmaydi, bo'rusanlargamchi. Dalla, bular tubinkasi bilan ichimga urib qitqordi boro. Lekin bu topshiriqni bajarmasam bo'lmasdi. Bir amallab qochib ham qoldim. Endi bandani boshlig'ini topib, u bilan ko'rishim kerak. Har holda rahmat aytib qo'yishim kerak-ku. Keyin qasos olishim kerak bo'lgan bitta ikkitasi bor. Qaytgancha uyga o'tib kelsam-kina? Yo'q, hozir uy eng xavfli joylardan biri bo'lishi mumkin. Palakat, ammo o'g'limdan xabar olishim kerak-da. Mayli, bir gap ular.